Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Gaz hisoblagich tekshiruvi, plombasi, qarzdorlik, davlatnoma va 7500 ming so'mgacha jarima masalasi. Bu mavzu har bir xonadon egasiga, ijarada yashayotganlarga, yangi uy sotib olganlarga va hatto gazdan kam foydalanadiganlarga ham tegishli. Chunki bitta noto'g'ri imzo, bitta e'tiborsiz qoldirilgan ogohlantirish yoki bitta tekshirilmagan plombadan keyin odam katta qarz, jarima, sud ijrosi va hatto mulkiga taqiq qo'yilishi xavfiga duch kelishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytyapman. Agar siz uy egasi bo'lsangiz, ota-onangizda nomida uy bo'lsa, ijarachilarga kvartira bergan bo'lsangiz yoki gaz hisoblagichingiz eski bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki men bunday mavzularda oddiy odam tushunadigan tilda, amaliy yo'l-yo'riq bilan gapiraman. Avvallari ko'pchilik gaz hisoblagichi masalasiga oddiy narsa deb qarardi. Gazchi keladi, ko'rsatkichni yozadi, biror qog'ozga imzo qo'ydiradi. Tamom. Uy egasi ham ko'pincha mayli, keyin ko'ramiz deb e'tibor bermasdi. Hisoblagich qachon o'rnatilgan, qachon qiyoslovdan o'tgan, plombasi buzilmaganmi, qarzdorlik kimning nomida turibdi, bular ko'p xonadonlarda nazorat qilinmasdi. Ayniqsa eski kvartirlarda, meros bo'lib qolgan uylarda, ijaraga berilgan xonadonlarda bu muammo juda ko'p uchraydi. Hozir vaziyat boshqacha. Kommunal tizimlar raqamlashtirilmoqda, abonent bazalari yangilanmoqda, hisoblagichlar, qarzdorliklar, dalolatnomalar, sud qarorlari elektron tizimlarda ko'rinadigan bo'lyapti. Bu yaxshi tomoni albatta, lekin shu bilan birga ilgari bilinmay qoladi deb o'ylangan narsalar ham endi chiqib kelmoqda. Masalan, 3 yil oldin tuzilgan dalolatnoma, eski qarzdorlik, hisoblagich qiyoslov muddati o'tib ketgani, plombaning shubhali holati yoki abonent nomi o'zgarmagani bugun katta muammoga aylanishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, odam uy sotib oladi, hujjatlarini rasmiylashtiradi, xursand bo'lib ko'chib kiradi. Keyin gaz tashkilotiga borganda eski egadan qolgan qarz, noma'lum dalolatnoma yoki hisoblagich muammosi chiqadi. Yangi egasi men bu qarzni qilmaganman deydi. Gaz tashkiloti esa abonent manzil bo'yicha turibdi, avval buni hal qiling deydi. Shu joyda odam sarson bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun bugun men sizga aynan qanday xavflar borligini va ulardan qanday himoyalanish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, gaz hisoblagichi oddiy temir quti emas. U sizning moliyaviy javobgarligingiz bilan bog'langan hujjatli qurilma. Uning plombasi, raqami, qiyoslov muddati, o'rnatilgan joyi, abonent shartnomasi va ko'rsatkichlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar mana shu zanjirning bir joyida muammo bo'lsa, keyin men bilmasdim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Masalan, hisoblagichda plomba bor, lekin dalolatnomada boshqa raqam yozilgan. Bu nimani anglatadi? Demak, hujjat bilan amaldagi holat mos emas. Tekshiruvchi kelganda u buni qayd qiladi. Siz imzo qo'ysangiz, keyin bu dalolatnoma asosida qo'shimcha hisob-kitob qilinishi mumkin. Yoki hisoblagichning qiyoslov muddati o'tgan bo'lsa, sarf aniq o'lchanmagan deb baholanishi mumkin. Bu holatda ayrim vaziyatlarda o'rtacha sarf normativ yoki qayta hisoblash bo'yicha talab qo'yilishi ehtimoli bor. Ikkinchi muhim masala, 75 ming so'm jarima deganda odamlar ko'pincha bitta aniq holatni tushunadi. Aslida jarima, qayta hisoblash, zarar undirish va penya degan tushunchalar alohida bo'lishi mumkin. Masalan, sizga ma'muriy jarima qo'llanishi mumkin. Bundan tashqari gazdan noqonuniy foydalanilgan deb hisoblab qo'shimcha summa chiqarilishi mumkin. Ba'zan odamlar jarima 7,5 million ekan deb o'ylaydi. Lekin hujjatni ochib ko'rsa, asosiy summa boshqa, penya boshqa, sud xarajati boshqa bo'ladi. Natijada umumiy yuk yana kattalashadi. Keling, oddiy misol olaylik. Bir oila kvartirada yashaydi, hisoblagich oshxonada turibdi. Gazchi keladi va plomba simi bo'shab qolganini ko'radi. Uy egasi aytadi, men tegmaganman. Oshxona ta'mirida ustalar tasodifan tegib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin tekshiruvchi uchun asosiy savol bitta: plomba butunmi yoki yo'qmi? Agar plomba shikastlangan bo'lsa, u dalolatnoma tuzadi. Uy egasi esa vahima bilan qog'ozni o'qimay imzo qo'yadi. Keyin tashkilot hisob-kitob qiladi, katta summa chiqadi. Bu yerda eng katta xato hisoblagichga beparvo qarash va dalolatnomani o'qimasdan imzolash bo'lgan. Yana bir real hayotga yaqin misol. Ijaraga berilgan kvartira. Egasi chet elda yoki boshqa viloyatda. Ijarachi gazdan foydalanadi. Lekin kvitansiyalarni to'lamaydi.
Hisoblagichdagi ko'rsatkich ham muntazam berilmaydi. Bir kuni gaz xodimlari keladi, qarzdorlik chiqadi, ogohlantirish beriladi. Ijarachi xo'jayin hal qiladi deb qog'ozni olib qo'yadi. Egasiga aytmaydi. Oradan oylar o'tadi, qarz ko'payadi. Keyin sudga yoki majburiy ijroga ketadi. Uy egasi qaytib kelganda hisob raqamiga taqiq, kommunal xizmat bo'yicha cheklov yoki ijro hujjati bilan yuzlashadi. Shuning uchun ijaraga bergan odam har oy gaz, elektr, suv to'lovini shaxsan tekshirish kerak. Uchinchi misol, odam yangi uy oladi. Oldi-sotdi shartnomasini qiladi, notariusdan o'tadi. Lekin kommunal xizmatlardan qarzdorlik yo'qligi haqida to'liq ma'lumot olmaydi. Keyin gaz tashkilotiga borganda manzilda eski qarz borligi ma'lum bo'ladi. Qonuniy tomondan yangi egani eski egasining shaxsiy qarzi uchun avtomatik javobgar qilish doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Lekin amalda xizmatni qayta ulash, abonent nomini o'zgartirish va nizoni hal qilish uchun vaqt, asab va hujjat kerak bo'ladi. Men doim aytaman, uy olayotganda faqat kadastrga emas, gaz, elektr, suv, issiqlik va chiqindi xizmatlariga ham qarang. 4-misol, xonadon egasi hisoblagichni joyidan silitmoqchi bo'ladi. Oshxona remont qilinyapti, g'ur xalaqit beradi. Usta keladi va men hammasini qilib beraman deydi. Lekin gaz tarmog'i hisoblagich joyi va plombaga faqat vakolatli tartibda ruxsat bilan tegish kerak. Agar siz o'zboshimchalik bilan gaz g'urni ko'chirsangiz yoki hisoblagichni yetsangiz, keyin buni tushuntirish juda qiyin bo'ladi. Usta aytgandi degan gap mas'uliyatni olib tashlamaydi. Usta ketadi. Hujjat esa sizning nomingizda qoladi. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Birinchi navbatda hisoblagichi eski bo'lganlar. Ikkinchi uyini ijaraga berganlar. Uchinchi yaqinda kvartira yoki hovli sotib olganlar. 4. Meros uyini rasmiylashtirayotganlar. 5. Uyda remont qilgan yoki gaz jihozlarini almashtirganlar. 6. Uzoq vaqt uyda yashamagan, lekin abonent nomi o'zida qolgan odamlar. Mana shu toifadagi odamlar hujjatlarni hozirdanoq tekshirish kerak. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Hisoblagichi yangi bo'lsa, plombasi butun bo'lsa, qiyoslov muddati o'tmagan bo'lsa, har oy ko'rsatkich berilsa, to'lovlar vaqtida qilinsa, abonent shartnomasi egasining nomiga to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, bunday xonadonlarda xavf ancha kamayadi. Lekin men baribir umuman xavf yo'q demayman. Chunki hujjatdagi xato, bazadagi noto'g'ri ma'lumot yoki tekshiruvdagi inson omili bo'lishi mumkin. Endi istisnolar va nozik joylarga o'tamiz. Eng katta xatolardan biri men imzo qo'ymasam hech narsa bo'lmaydi deb o'ylash. Aslida dalolatnomasiz imzo qo'ymasangiz ham tuzilishi mumkin. Lekin siz imzo qo'yishdan bosh tortsangiz, buni to'g'ri qayd ettirish muhim. Agar hujjatda sizning e'tirozingiz yozilmagan bo'lsa, keyin bahslashish qiyinlashadi. Shuning uchun men doim maslahat beraman. Hujjatni o'qing, tushunmagan joyingizni so'rang. E'tirozingiz bo'lsa, mazkur holatga rozi emasman, plomba buzilishiga aloqam yo'q. Qo'shimcha tekshiruv so'rayman, mazmunida yozma izoh kiriting. Ikkinchi nozik masala, gazchi kelganda uyda kim bo'lgan? Ba'zan voyaga yetmagan bola keksa ota-ona yoki ijarachi dalolatnomaga imzo qo'yadi. Keyin uy egasi men imzo qo'ymaganman deydi. Bu albatta muhim dalil bo'lishi mumkin, lekin baribir nizoni hal qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun oilada hamma bilishi kerak. Gaz, elektr, suv bo'yicha kelgan hujjatni uy egasiz imzolamaslik kerak. Ayniqsa tezroq imzo qo'ying, biz ketishimiz kerak deyilsa, shoshilmang. 3. nozik masala plombaning tabiiy eskirishi. Plomba yillar davomida turadi. Oshxonada issiqlik, namlik, remont yo'q, chang bo'ladi. Ba'zida plomba yoki sim tashqi ta'sirsiz ham zaiflashgan bo'lishi mumkin. Lekin buni og'zaga aytish yetmaydi. Agar siz plombada shubhali holat ko'rsangiz, gaz tashkilotiga darhol yozma murojaat qiling. Hisoblagich plombasida shikastlanishga o'xshash holat bor. Tekshiruv o'tkazib, qonuniy tartibda dalolatnoma tuzishingizni so'rayman deb ariza qoldiring. Muhimi, ular kelishidan oldin o'zingiz hech narsaga tegmang. 4. nozik masala qarzdorlikning mulkka ta'siri. Odamlar gaz qarzi uchun kvartirani olib qo'yishadimi deb so'raydi. Men buni to'g'ri tushuntiraman. Oddiy qarz borligi bilan darhol uy olib qo'yilmaydi. Lekin qarz sudga chiqsa, sud qarori bo'lsa, majburiy ijro boshlansa, qarzdorning hisob raqamlariga, avtomobiliga, ayrim hollarda mol mulkiga taqiq qo'yilishi mumkin. Bu kvartira ertaga tortib olinadi degani emas. Lekin mulk bilan bog'liq harakatlar cheklanishi mumkin. Masalan, sotmoqchi bo'lsangiz taqiq chiqadi. Kredit olmoqchi bo'lsangiz muammo bo'ladi. Shuning uchun kichik qarzni ham vaqtida aniqlash kerak. 5. nozik masala.
Gazdan foydalanilmayotgan uy. Ko'pchilik men u yerda yashamayman, demak qarz bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin abonent hisobida minimal to'lovlar eski qarz. Hisob kitob xatosi yoki ko'rsatkich berilmagani sababli qarzdorlik shakllanishi mumkin. Agar uy bo'sh turgan bo'lsa, gazni rasmiy tartibda vaqtincha uzdirish yoki hisoblagich ko'rsatkichlarini muntazam nazorat qilish kerak. Aks holda siz yashamagan uyingiz uchun ham izoh berishga majbur bo'lasiz. 6-nozik masala gaz jihozlari, plita, kolonka, qozon isitish moslamasi almashtirilsa, bu ham gaz xavfsizligi bilan bog'liq. Har qanday usta bo'ladi. Muammo yo'q desa ham siz rasmiy tartibni so'rashingiz kerak. Chunki gaz nafaqat pul masalasi, balki xavfsizlik masalasi. Noto'g'ri ulangan moslama portlash, zaharlanish, yong'in xavfini keltirib chiqaradi. Keyin tekshiruvda bu holat aniqlansa, moliyaviy javobgarlikdan tashqari boshqa muammolar ham paydo bo'ladi. 7-nozik masala hujjat nusxasi. Tekshiruv bo'ldi, dalolatnoma tuzildi, lekin sizga nusxa berilmadi. Bu katta xato. Siz doim nusxa talab qiling. Agar nusxa bermasa, telefoningizda rasmga oling yoki hujjat raqamini, sanasini, xodimning ism familiyasini yozib oling. Keyin ariza berganda aniq ma'lumot kerak bo'ladi. O'sha kuni kimdir kelgandi degan gap bilan huquqni himoya qilish qiyin. Birinchi qadam, hoziroq hisoblagichingizni tekshiring. Uning raqamini, ko'rsatkichini, plombasini o'rnatilgan joyini telefoningizga suratga oling. Suratlarda sana ko'rinmasa ham telefon faylida vaqt saqlanadi. Plomba aniq ko'rinsin, hisoblagich raqami aniq ko'rinsin, umumiy joylashuv ham ko'rinsin. Bu suratlar keyin kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, oxirgi to'lovlarni tekshiring. Gaz tashkilotining rasmiy xizmatlari, to'lov ilovalari yoki hududiy bo'lim orqali abonent raqamingiz bo'yicha qarzdorlik bor yo'qligini biling. Agar qarzdorlik chiqsa, darhol sababini so'rang. Bu qaysi davr uchun, qaysi hujjat asosida, qaysi ko'rsatkichdan hisoblangan deb savol bering. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. 3-qadam, abonent kimning nomida ekanini tekshiring. Ko'p xonadonlarda uy allaqachon sotilgan, lekin gaz abonenti eski egasi nomida turadi. Bu ikkala tomon uchun ham xavf. Eski egaga qarz yozilishi mumkin, yangi egaga xizmat bilan bog'liq muammo chiqishi mumkin. Agar uy sizniki bo'lsa, kadastr hujjati, pasport yoki ID karta, oldi-sotdi shartnomasi, zarur bo'lsa hisoblagich dalolatnomasi bilan gaz ta'minoti bo'limiga borib, abonent ma'lumotlarini yangilang. 4-qadam. Qiyoslov muddatini aniqlang. Hisoblagichlar belgilangan muddatlarda qiyoslovdan o'tishi kerak. Muddat o'tgan bo'lsa, hali yurib turibdi-ku deb kutmang. Rasmiy tartibda murojaat qiling. Hisoblagichni yechish, olib borish, qayta o'rnatish, plombalash ishlarini faqat vakolatli tartibda qildiring. Har bir bosqich bo'yicha dalolatnoma oling. 5-qadam, tekshiruvchi kelganda o'zingizni to'g'ri tuting. Eshikni ochdingiz, xodim kirdi. Avval xizmat guvohnomasini so'rang. Keyin nima maqsadda kelganini aniqlang. Hisoblagichni ko'rayotganda yonida turing. Agar foto yoki video olish imkoningiz bo'lsa, qonun doirasida jarayonni qayd eting. Hujjat tuzilsa, o'qimasdan imzo qo'ymang. Tushunmagan band bo'lsa izoh bering deng. E'tirozingiz bo'lsa albatta yozing. 6-qadam, dalolatnomaga e'tiroz bo'lsa vaqtini cho'zmang. Gaz tashkilotiga yozma ariza bering. Arizada kimligingiz, abonent raqamingiz, manzilingiz, dalolatnoma sanasi va raqami, nima bilan rozi emasligingiz aniq yozilsin. Masalan, men plombani buzmaganman, hisoblagichga aralashmaganman. Mustaqil tekshiruv yoki komissiya ko'rigini so'rayman. Hisob kitobni asoslovchi hujjatlar nusxasini berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada qiling. Bir nusxasini topshiring. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. 7-qadam. Uy sotib olayotganda alohida ehtiyot bo'ling. Notariusga borishdan oldin sotuvchidan barcha kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot so'rang. Gaz hisoblagichining rasmini oling. Ko'rsatkichni oldi-sotdi shartnomasi yoki alohida dalolatnomada qayd eting. Bugungi kunda hisoblagich ko'rsatkichi falon, qarzdorlik yo'q degan yozma kelishuv bo'lsa, keyin nizoda sizga yordam beradi. 8-qadam. Ijarachilar bilan shartnoma qiling. Og'zaki kelishuv eng xavfli yo'l. Shartnomada kommunal to'lovlarni kim, qachon va qanday to'lashi aniq yozilsin. Har oy to'lov cheklarini sizga yuborishi shartligi belgilang. Abonent raqamini o'zingiz nazorat qiling. Agar ijarachi 2 oy to'lamasa, 3-oy kutmang. Darhol chorani ko'ring. Chunki qarz sezmaguncha ko'payib boradi. 9-qadam. Hech qachon noqonuniy ulanishga rozi bo'lmang.
hisoblagichdan oldin ulab beramiz. Kamroq yozadi. Gaz tanishim bor degan takliflar juda xavfli. Bugun arzonga o'xshaydi, ertaga jarima, qayta hisoblash, sud, ijro, uyat va asad bo'ladi. Bundan tashqari, gaz tizimiga noqonuniy aralashish oila xavfsizligini ham xavf ostiga qo'yadi. Men mutaxassis sifatida aytaman, kommunal sohada eng qimmat xato noqonuniy yo'lni tanlashdir. 10-qadam barcha hujjatlarni saqlang. To'lov cheklari, dalolatnomalar, arzalar, javob xatlar, arzalar, javob xatlari, hisoblagich suratlari eski va yangi ko'rsatkichlar alohida papada tursin. Hozir telefon bor. Hammasini skaner qilib saqlash mumkin. Dalillar bilan gapirgan odamning imkoniyati yuqori bo'ladi. Dalilsiz odam esa ko'pincha men bilmasdim degan gap bilan qolib ketadi. Agar sizga allaqachon katta summa chiqarilgan bo'lsa, nima qilasiz? Avvalo vahima qilmaysiz. Birinchi, hisob-kitob asosini so'raysiz. Ikkinchi, dalolatnoma nusxasini olasiz. Uchinchi, qaysi davr uchun hisoblanganini aniqlaysiz. To'rtinchi, e'tirozingiz bo'lsa, yozma shikoyat qilasiz. Beshinchi, zarur bo'lsa, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki sudga murojaat qilish masalasini ko'rib chiqasiz. Eng muhimi, muddatlarni o'tkazib yubormang. Ko'p odamlar xatni olib qo'yib, 1 oy kutadi. Keyin yana 2 oy kutadi. Natijada ish ijro ketganda harakat qilish qiyinlashadi. Yana bir maslahat, hech qachon telefon orqali aytilgan gapga to'liq tayanmang. Boravering, hal bo'ladi, to'lamay turing. Keyin bekor qilamiz degan gaplar yozma bo'lmasa, keyin isbotlash qiyin. Har qanday muhim masalada ariza, javob, dalolatnoma, kvitansiya bo'lish kerak. Kommunal nizolarda qog'oz va elektron dalil sizning qalqoningiz hisoblanadi. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, gaz hisoblagichi, plomba, qarzdorlik va dalolatnoma masalasiga beparvo qarash mumkin emas. 7-500 ming so'mlik jarima yoki undan ham katta moliyaviy muammo ko'pincha bir kunda paydo bo'lmaydi. U e'tiborsizlik, hujjatni o'qimaslik, ijarachini nazorat qilmaslik, eski qarzni tekshirmaslik yoki noqonuniy ustaga ishonishdan boshlanadi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hisoblagichingizni suratga oling, qarzingizni tekshiring, abonent ma'lumotini aniqlang, qiyoslov muddatini ko'ring va barcha hujjatlarni tartibga keltiring. Agar tekshiruv bo'lsa, xotirjam bo'ling. Lekin huquqingizni biling. O'qimasdan imzo qo'ymang, e'tirozingizni yozing, nusxa oling va hammasini rasmiy yo'l bilan hal qiling. Sizda gaz hisoblagichi bo'yicha muammo bo'lganmi? Gazchilar kelganda qanday holatga duch kelgansiz? Izohlarda yozing. Men va boshqa tomoshabinlar uchun bu juda foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta yuborilgan video kimnidir katta jarima. Sud va ortiqcha xarajatdan saqlab qolishi mumkin.